qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgünde Hükümeti Televiziyasının xabarlar programmasını görüşünlerine qızgın qarşı alamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulganligining 78 va 89 yilligini xotirlaymiz. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoy josuslik texnikasidan foydalanib Uyg'urlarni nishonlagan. Xitoy tajovuzchilari turmadan qochgan Mahmud Mo'ydin ustidan uqtirish chiqargan. Bayden 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Xi Jinping bilan yuzturani ko'rishdi ekan. Tönde tafsili mazmunlarini diqqatlarga sunamiz. Assalomu alaykum qadrli qarindoshlar. Bugun Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurulganligining 78 va 89 yillik xotir kuni. Issiq qonlarini to'kib, aziz tuproqlarimizni bizga vatan qilib, oy yulduzliq ko'k bayrog'imizni samolarda lapildatgan qahramon ajdodlarimizni, shehidlarimizni hurmat, rahmat va yana tortqizib qo'ygan vatanimizni ozod qilib, Cumhuriyetimizni qaytadan asliga keltirishimizga bo'lgan va'dalarimiz bilan cho'nqur sig'inish ichida aslaymiz. Cenab-ı Allah'dan ularning makonining jannatda bo'lishini, biznimi vatan mustaqilligi uchun kurash qilib, qaytadan 3-chi qatimliq Cumhuriyetimizni qurishga va mustaqil Cumhuriyetimizning abadal abad gullab yashnashini talab qilib duo qilamiz. 1933 yili 11 oyning 12 kuni Sharq Turkiston Islom Cumhuriyeti qurilganligi va yana 1944 yili 11 oyning 12 kuni asliga kelgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sharq Turkiston Mustaqillik harakatining qonunliq va haqqoniylikni isbotlaydigan paket. 1944 yili 11 oyning 12 kuni qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetidan aloqazorda bo'lgan tajovuzchi Sovet ittifoqi To'ymas Stalin o'z tabiati bilan xarakterlangan ishg'olchi Xitoy kompartiyasiga yordam qilib, zaharlik changilini texmi uzoqlarga so'zib, mustaqil Sharq Turkistonni tajovuzchi Xitoy kompartiyasiga tutqizdi. 1884 yildan boshlab o'rlikini Xitoy tajovuzchilarining o'xshamagan kuchlarning tajovuzchiligi ostida yo'qotishga boshlagan Sharq Turkistondagi turk xalqi oson qo'lga kelmagan mustaqilligini yana bir qatim yo'qotdi. Shundan boshlab Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda mustamlika va assimilyatsiya yurgizdi. Yaqinqi yillardan buyon irqiy qirg'inchilik ishg'oliyatni avjiga chiqardi. Ammo Sharq Turkiston xalqining hurlikka bo'lgan talpinishini, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirishga kurash qilish irodasini yo'qotolmadi va mangu yo'qotolmaydi. Sharq Turkiston bir kuni mustaqilligiga qaytadan erishib, dunyo madaniyatiga tuhfa qo'shgan turk madaniyati qaytadan gullanib, insoniyat olamiga o'chmas tuhfalarni qo'shidi. Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari aytganidek, Xitoy tajovuzchilarining ayrilmas bir tarkibiy qismi emas. Sharq Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan mustaqil bir davlat. Sharq Turkiston masalasi Xitoy tajovuzchilarining aytganidek, Xitoyning ichki masalasi bo'lmasdan, balki xalqaroliq masaladir. Xalqarodagi davlatlar dunyoning tinch omonligiga ahamiyat berib, Sharq Turkiston mustaqillik harakatini qo'llab-quvvatlashi, Xitoy tajovuzchilarini Sharq Turkistondan chekindirishi lozim. Yashsun mustaqil Sharq Turkiston. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoy josuslik texnikasidan foydalanib Uyg'urlarni nishonlagan. Hindiston xabar torining 11 noyabr kunidagi xabariga asoslanganda, tor bexatarlik tadqiqotchilari Uyg'ur tilidagi atlardan Xitoyning josuslik yumshoq detalining isbotini topganligini, iz qo'g'lab Xitoy va chet ellarda yashaydigan Uyg'urlarning sonliq ma'lumotlarini yig'ib ololmaydiganligini aytdi. San Fransiskoga joylashgan tor bexatarlik shirkati Lookout'ning payshanba kunidagi dokladida 2018 yildan boshlab Uyg'ur tilidagi ko'p xil Android applarining Xitoy davlat qo'llagan xakerlar to'piga bog'langan ikki xil josuslik detal bilan yuqumlanganligi bayqalgan. Ular lug'at, diniy applar, xarita, hatto WhatsAppning 3-chi taraf do'konlarida bor yoki Telegramda Uyg'urcha kanallarda ham bahirlangan nashr nusxasini o'z ichiga oladigan. Josuslik yumshoq detali xakerlarning ishlatgichining o'rni, aloqasi, telefon xotirasi, qisqa uchur va hujjat qatorliq sezgir sonliq ma'lumotlarni to'plashiga yordam beradi ekan. Dokladda bu faoliyat asosligi atalmish Şinjandagi Uyg'urlarni nishon qilganda qiladi. Ammo biz atalmish Şinjanning sirtidagi musulmonlar va Uyg'urlarni texmi keng nishon qilganligiga oid faktlarni topdik dedi. Akit xabar torining 11 noyabrdagi xabariga qaraganda, Amerikadagi ko'chma bexatarlik shirkati Lookout Xitoydagi davlat qo'llagan xakerlar guruhining Android yumshoq detaliga o'xshaydigan josuslik detallari bilan Uyg'urlarning izini qo'g'layotganligini o'tirg'a qo'ydi. Bu shirkatning dokladida Betbazar deb ataladigan josuslik detalining uchur, namoz vaqti yoki lug'at detali qatorliq o'xshamagan Android programmalariga qistirilganligi o'tirg'a qo'yilgan.
Tədqiqatda bu yumşaq detalning abonentlarning telefon paranglariını xatırlayalaydiganligi, uskunlarning kamerasi va o'rin uchiriga erishalaydiganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Lookout jasuslik yumshaq detali ishlatadigan Beijing qo'llagan xakerlar guruhining ismini o'rtoqlashmadi. Yana bir tarafdan xakerlarning Afg'oniston, Turkiya, shundaqla atalmish Şinjandagi Uyg'urlarni nishonlaganligi o'ttirg'a chiqdi. Lookout'dagi Kristina Balam xakerlar haqiqiy Android applarining kodini ishlatib, jasuslik yumshaq detali elib yurgan programmalarning saxta nusxasini loyilab chiqdi dedi. İjtimoiy taratqularda tarqalayotgan Xitoyning Korli shaharlik saqchi idorasiga oid bo'lgan bir tutish buyrug'ida Mahmud Mo'ydin ismli bir Uyg'urning qochib yurayotganligi va bu haqda uchur yetkazuvchilarga 200 ming yuan mukofot berilganligi uqtirilgan. Erkin Asiya radiosining 10 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Erkin Asiya radiosining muxbiri Korli bozorliq saqchixona xodimini telefonda ziyorat qilganda Mahmud Mo'ydinning 17 yillik kesib o'tilganligi va Korildagi Xitoyning ishlab chiqarish qurilish atritining 29 tarmoq atriti turmasidan qochganligi dalillangan. Mazkur delo sodir bo'lgani 10 kundan oshgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy tuhmat chaplab jinoyatchi deb atagan bu Mahmud Mo'ydin texcha tutilmagan. Korli shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi tarafidan 3 noyabr kuni tarqatilgan mazkur tutish buyrug'ida bu yil 54 yoshga kirgan Mahmud Mo'ydinning aslida Korlining qora yulg'un yezisiga nupusliq ekanligi qayd qilingan. Uqtirishda uning xatarlik jinoyatchi ekanligi tilga olingan bo'lsa-mu, ammo uning qanday jinoyat o'tkazganligi bayon qilinmagan. Xitoy tajovuzchilari mazkur deloni yangichada yig'ishtirishga tirishgan, ammo muvaffaq bo'lolmagan. Shundan keyin ular bu deloning bir qism uchurlarini oshkorlashga majbur bo'lgan. Oshkorlangandimi jinoyatchining na'dan qochganligi qatorliq xalqaro uchurlarni yanada davlat maxfiyatligi qatorida sir tutgan. Qarayilg'un kentidagi bir amonlik xodimining aytishicha, Mahmud Mo'ydin to'plashib diniy faoliyat bilan shug'ullanish jinoyati bilan qaralinib, 17 yillik kesib o'tilgan ekan. Mazkur xodim Mahmud Mo'ydinning Korlidagi 29 tuvan turmasida jazo muddati o'tayotganligi va shu yerdan qochganligini tilga olgan. Uning 2017 yili tutqun qilinganligi ma'lum bo'lgan. Amerika prezidenti Joe Biden dushanba kuni Indoneziyaning Bali orolida o'tkaziladigan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Xitoy katibashi Xi Jinping bilan tunji qatim yuz turanni ko'rishdi. Yevroasiya teftish xabar torining 11 noyabr kunidagi xabarida Oqsaroyning mo'ljallashicha bu yig'in Tayvandagi jiddiylik, Chavshanning yaqinda boshqariladigan bomba qo'yib berishi, Ukraina urushi va klimat o'zgarishi qatorliq masalalarni o'z ichiga oladi ekan. Biden yana Xitoyning kishilik huquq nafsanchiligi va ziyonli iqtisodiy odatlarini o'ttirg'a qo'ydi ekan. Xi Jinpingning Uyg'urlarning nasabini buzish, yer tizini quritib o'tish siyosatining turtkisi bilan Xitoy Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, ularga qarata davlat halqigan bostirish elib bordi. Jazo lagerlarining ichi va sirtida turli jismoniy va jinsiy qiynashlar keng ko'lamda yurgiziladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Xitoy hukumati bizning nupusimizni yo'qotish uchun tug'mas qilib o'tishning sirtida naslimizni quritib o'tishni maqsad qiladi. Shunga ular yosh Uyg'ur ayollarini Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlaydi. Agar rad qilsa, ularning hammasini oilasidagilar bilan qo'shib jazo lagerlariga avatadi dedi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan vahshiyliklari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilikdan iborat. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati, Kanada, Gollandiya, Fransiya, Chex, Litviya va Angliya qatorliq nurg'ulg'an parlamentlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb tanidi deyildi. CNN siyosat torining 10 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, bu qatimqi ko'rishish dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabatga aniq fursat yaratib berilgan. Rahbarlar Amerika bilan Xitoy Xalq Jumhuriyati o'rtasidagi aloqani saqlab qolish va chuqurlashtirish, raqobatda mas'uliyatchan bo'lish, manfaatga uyg'un o'rtaq tirishish, davlat halqigan xiristlar ustida suhbatlashish, bir qator rayon va dunyoviy masalalarni hal qilish to'g'risida muzokara olib borgan. Yuqori darajalik bir amaldor men bu ikki rahbarni o'ltirib barliq ixtilof va masalalarni hal qila oladi deb o'ylamayman. Ba'zi qadamlar keyingi jarayonlarda muhim rol o'ynaydi degan. Amerika amaldorlari har qanday muhim tadbirning o'rniga o'zlarining Xitoy bilan bo'lgan aloqadagi o'rnini ko'p taraflama tushunishni umid qiladi ekan.
Бейжің Аван палатасының башлығы Нэнси Пелосиның өз-өзіге xo'ja bo'lgan Tayvan аралыға bo'lgan ziyoratiga qarshilik ko'rsatgandan keyin yaqinqi oylarda nacharlashgan Amerika-Xitoy munosabati haqida har bir rahbarning fikrining o'rtoqlashishiga qarata muzokara olib berish cheklanmaydi ekan. Bir amaldor Xitoyning Baydenning paranglish teminlarini muddatdan burun bilishini xohlamaydiganligini aytgan. Özümüzge ega chiqmasak va ko'ngil bilmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Hammamiz o'z iqtidorimiz va kollektiv millat bo'lish sifatimiz bilan vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan ilgida qo'rqayotgan dushmandan biz asla qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni chang tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta-qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning ruxsati bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz shuningga ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, armay-talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yashasin Sharq Turkiston. Salih Xudoyer. Hürmetli görürmenler, haberlerimizni diqqat bilan anlığınlar üçün köp rahmet. Kelar qitimki programımız görüşkice Allah'a emanet bolgaysızlar.